O'shani menga gapiribdi deyapti. Jalab, hamma ustingga kulyapti, qanjiq, hamma aytibdi. Odam ko'ribsanmi, noshukr, qalomini deyapti. 100 dollar deyapti. To'g'ri gapiring. Odam zot bitta o'g'li bor, o'g'il yo aka o'g'il. Aka o'g'il, men sana bo'kay. Eshitay. Hurmatli qilib, chiroyli gapiryapman. Menga muomala gapiring. Mani orqamda gapirasanmi? Omingni pisasan. Men temani yopdimmi? Bu kuni Gucci bilan gaplashib YouTube'ga paytimiz aytildi. Gucci dedim, tema yopildi dedim, to'g'rimi? Gucci tema yopildi dedimmi? Pul haqida gapirdimmi? Gapirdim, pul haqida gapirmaylar. Hammani o'zini yopdim. Tema yopildi dedim. Ancha joyda gapirib yuribsiz, Odil aka. O'sha kerak. Shahlo bilan G'ostdagi yopilgan tema. Kecha edi. Hech kim gapirmagan. Sen bugun ham efirda gapirding mana. Bugun ham efirda gapirding mana. Bugun ham efirda gapirding mana. Shunday akam kelishib olinglar, temani yopinglar, hamma o'zini yo'lida ketsin. Kelishib olinglar. Hoji aka, eshiting, Hoji aka bilan telefonda gaplashganimiz, Mustafa aka bilan WhatsApp gaplashganimiz. O'shada ham gapirib o'tibdi mani. Bular bitta pul yo'qotdi, bitta padak yo'qotdi. Bu usta kulyapti bular. Bu qanjiq har bitta temasida men, har bitta temasida men gapiryapti. Gapiradi o'tadi menga. Gapiradi nimaga ishingiz bor? Menga ustalik padak urib qo'ydi. Men yo'qman, nimaga meni gapiryapsan? Nimaga meni gapiryapsan? Ana jalab efirda nimaga gapiryapsan? Ana qanjiq efirda. Ismingiz tilga olingani yo'q. Nimaga? Ey, sen qanjiq, dalbayob. Panetkasi yo'q odam ham tushunadi uni. Panetkasi yo'q odam. Senga panetkasi yo'q odam tushunadi buni. Bu qanjiq bilan mana boshqa hech kim gaplashmagan. Yoshlarga maslahat bering. Qanday bilmaydi odamlar. Qanday bilmaydi odamlar. Sen bilan men gaplashganman. Men seni sikib yurganman. Qanday hamma biladi-ku uni. Men bilan sen gaplashgan. Qanday bilmaydi odamlar. Odamlar ahmoq emas senga. Fantasiya qiladi Gucci opa. Men odamlar ahmoq emas-ku. Yiban. Yo, Odil endi eshiting. Hozir men chiqib ketaman mana gapiga chidamasdan. Ina orqamdan kuchayadi-da bu. Ana po'x yeganda bu. Yo, hozir kelishib olinglar hammani oldi. Sizlarchi bitta gap ayting, sizlar yana bilib olasizlar. Aslini o'tirib, aslini G'ostis o'tirib men aytdim Sardorga yig'lab video qo'ydim dedi. Meni ko'tardi, G'ostisga chiqdim. Men aytdimki, men ham ko'rib ichim ezildi dedim. Musofirda yurib bir tisham bitta gap aytaymi? Sizlar rosa, men как раз TikTokdan chiqib ketib efir qilmayotgan paytim aylanib yuraman. Sizlar rosa urishdinglar, yana yarashdinglar-yu. Hozir siz Odil gap qaytarmay, sizlar mayli xotin o'tirgan bo'lsa, uzru, endi o'zimni fikrimni aytaman. Sizlar yana yarashib olasizlar. Yo'q, yarashmayman. Yo'q, yarashasizlar. Siz gapirmang bo'ldi. Ishoning, mana yarashasiz. Chunki shunaqa yomon urishganinglardan keyin yarashdinglar. Просто Odilga gap qaytarmay, Odil yaxshi ko'rar ekansiz-da. Opa, eshiting. Men ushmatlarichi seksi gulgacha chiqmadim. Hozir bu seksi gulga chiqaryapman. Ertaga ko'rishganda birsida ajrasha olmaydi. Yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi Odil sizni. O'zimni zapalim. Seksi gulga qo'shmaydi, seksi gulga yo'q berdi. O'shan bilan qo'rqitib yuradi bu. Bu tushunyapsizmi? Hozir eshit. Bular ajrashmaydi. Yana birlashadi bular, yana birlashadi. Eshit. Shantajlardan zerikkanim uchun blokdan ochdim. To'g'risi, men shantajlardan zerikkanim uchun shu yopilsin shu shantajlar temalar